Do'stlar, legenda mashinamiz bo'lgan Nexia'da 98-yilga boramiz. O'sha paytlarni ko'rib kelamiz. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Hozir biz mashinani sozlab, yilni kiritib, tayyor holga keltiramiz. 1998-yil. Qani ketdik. Esinglardami birinchi PlayStation chiqqan payt bolalarimni doim shu joydan topardim. Grafika o'sha paytda dahshat ko'ringan. Do'stlar, bilasizlarmi bu nima? Qaranglar, o'sha paytda shunaqa kasetalar bo'lardi. Yangi albomlar chiqsa qidirib topardik. Bu kasetalar juda qadrli edi. To'ylar xonadonlarda bo'lardi. Bularni o'yinga tushishini qarang, yig'lagingiz keladi ko'rib. Lekin men ham shunaqa o'yinga tushardim, ama o'sha paytlarda bolalar mahallada to'p tepishardi. Hozir bolalar internetdan bosh chiqmaydi. O'shaning uchun bolalar sog'lom bo'lgan.